Miyomasi bor ayollar. Bu videomiz albatta siz uchun. Miyoma qachon va qay paytda tez o'sib rivojlanadi? Birinchidan, bu kam aktivlik holatiga ega ayollarimizda, ya'ni gipodinamiya holatidagi ayollarda. Ikkinchidan, bu doimiy qo'l oyoqlari muzdek bo'lib yuradigan ayollarimizda. Uchinchi holatda esa oziq-ovqat holatlari, ya'ni pitaniyasi normada bo'lmagan ovqatlarni yoki fast food, shirinliklar ko'p iste'mol qiladigan ayollarimizda bu holatlar, ya'ni miyomaning tez o'sish holatlari yuzaga keladi. Agar sizda bu holatlar bilan bog'liq muammolar yoki hayizdagi o'zgarishlar, ko'p qon ketishi, jinsiy aloqada og'riqlar va miyoma bir oy oldin 1 santimetr edi, 2 oydan keyin 7 santimetr bo'lib tez o'sib ketadigan turdagi miyomaga ega ayollarimiz bunga diqqat bilan e'tibor qilishingizni va quyidagi sanab o'tilgan holatlarni aktiv holatga keltirishingizni tavsiya qilamiz.